Jangni to'xtatishimga asosiy sabab oyog'imni sezmadim, oyog'im muzlab qoldi, oyog'im. O'zim ham tushunmadim. Lekin achinmayman. Xudoga shukr, hamma sababini qildim. Forma yaxshi edi, yaxshi tayyorgarlik ko'rdim. O'zinglar ko'rdinglar. Lekin tan olishim kerak. Fazliddin ham yaxshi jangchi. Kuchli jangchi. Xudo xolasa ertaga doktorga boraman. O'sha joydan yana ukol qildiramiz. Bu yog'i 10 kun vaqtim qoldi. Kulachkada bilasizlar urishim kerak. Kulachkada endi u yerda kurash yo'q. Oyoq zarbalari yo'q. Xudo xolasa kulachkada sizlarni xursand qilaman. 10 kundan keyin Hype Fightingda jang qilamiz.